Bugun sizlar bilan chitir-chitir somsani uy sharoitida qilamiz. Buning uchun 5 piyola suvga ozgina sariyog' va tuzni solib, qattiqqina xamir qilib olamiz. Bu bizga un kam ketishiga va yopishmasdan chiqishiga yordam beradi va xamirimiz ham silliq chiqadi. Undan keyin o'qlovda ikkala tarafini yoyib chiqamiz, o'rtasini bosmaymiz. Shunda xamirimiz bir tekis chiqadi. Albatta yoyganda ham yupqa qilib yubormaslik kerak. Bu xamirning chitir-chitir bo'lishiga yordam bermaydi. Shuning uchun biroz qalinroq qilib yoyib olamiz. Mana ikkala somsa va go'shtli va qovoqli. Siz ham tayyorlab ko'ring va rohatlaning.